Nima? Bu hovlida faqat senlarning haqqing bormi? Mening ham haqqim bor. Hali senlarmi meni ko'chirib olib o'zlaring uyda mazza qilib yashamoqchi bo'lgan. Hali men sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Men katta o'g'ilmanmi? Menga ham ulushim bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, mana she'r bo'lsa, she'rdan oldim. Ha, jonim hozir endi uyga keldim. Uyga kirib olib, telefon olaman senga. Keltir aka, nima qilyapsiz? Ko'rmayapsanmi? Hovli o'rtasidan bo'lyapman. Nima? Senlar shunday keng hovlida mazza qilib yashaysan-ku, men 2 xonali kvartirada yashayman hech qachon. Aka, Eldur akamni ko'rdingizmi? Nima ko'rish kerak? Tekirib olgan. Mana chiqib ko'ring. Nima deysan? Eldur aka, nima qildingiz? Nima? Bu hovlida faqat senlarning haqqing bormi? Mening ham haqqim bor.